bexato chiqdi. Men shunisiga tan berdim. Juda xursandmiz. Bergan urug'ingdan ham nihoyatda yaxshi urug' ekan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana Bo'kaga ham kelib oldik. Bugun 17-may kuni. Bu dalamizda o'ng tomonida FL27 ekilgan, bu yoq tomonlarimizda FL67 ekilgan. Mana Komil akam bilan bugun suhbat qilishga keldik. Hozir mana suvga tayyorlashayotgan ekan. Hali bu dala suv ichmagan, to'g'rimi? Suv ichgan yo'q. Mana endi birinchi qilingan ishlarni o'zingiz tanishtirib o'tasiz. Mana birinchi ekib bo'lgandan keyin 5 quloqqa yetib borgan paytimizda mana shu kultivatsiyani berdik biz. Birinchi ishlov kultivatsiya bo'ldi. Juda kultivatsiyani ham sekin haydatib, qarab, traktoristga shoshma, biz qarab, qilib kultivatsiyani qilgandan keyin oradan bir 10 kun o'tgandan keyin yana bitta kultivatsiya berdik. Ikkinchi kultivatsiyani berdik. Buni o'zing aytgan ekansan, ishlov bersa bo'ladi deb. Ana undan keyin suspenziya boshlanib ketdi. Mana shu suspenziyani birinchisi qurtga qarshi urildi. Lekin qurt tushmagan edi-yu, bizga tushgan yo'q. Mana bu tomonga terakni oldida endi terak bo'lgani uchun terakdan tushar ekanda, har xil hasharotlar tushib, ana shu terak tomonda o'zi qurt bosishni boshladi-da. Men aytdim, u o'tadi endi dedim. Nari tomonga, bu tomonga o'tib dedim. Ana o'qiladi dedik-da. Darrov Xudoga shukr, молодец. Urdik. Uni kun botishi bilan, mana shu kun botgan terakda o'tiribdi, kun botishi bilan boshladik. Nihoyatda yaxshilab urdi. Ana undan keyin oradan yo 5 kun yo 6 kun o'tgandan keyin suspenziyani urdik. Kaliy, karbamid, jiddiy suspenziyalar bergansizlar. Uni hammasini o'zing tayyorlab bergan ekansan. O'shani bunyadan olib keldi, yozib, hammasini bizga tushuntirdi. Mana shu 600 litr ketsa, 600 litrga shuncha qo'shiladi deb har bittasini qo'shib, prosta shu 10 kun bo'lib qoldi. 10 kun bo'lib qoldi. Mana Xudo xolasa, sen tavsiya qilganingdek yana bitta urasadigan edik. Endi iloji bo'lmadi, texnika kirmay qoladi. Texnika kirmay qoldi. O'sib ketdi. Juda xursandmiz. Bergan urug'ingdan ham nihoyatda yaxshi urug' ekan. Keyin bexato chiqdi. Men shunisiga tan berdim. Bizda endi texnikamiz. Endi eski texnikada Ruminskiy deymiz, bala deymiz, bari eski. Shu urug'ni tashlaganda ayrim joylarda 2 dona tashlab ketdi. Bir dona tashlab ketdi. Yopishib qolgan urug'lar bo'ldi bir-biriga. Bor. Rahmat kattakon. Yaxshilikni ko'rishaylik yana.